Kechagi ish videosini qo'ygan edim. Mana bu pokrishkani o'zlari almashtirgan. O'shandan keyin motor ishlamay qo'ygan. Mana bu motor ishlamay qo'ygan. Mana hozir buni taxlab berdik. Mana hozir ishlayapti. Ketdi. 33 motor ishlayapti. Mana taxlab berdik. Keyin mana bu ish kelibdi. Bu ham o'yna ishlamayotgan edi, motori yurmayotgan edi. Buni boshqa usta уже taxlab ketibdi uyiga. Buni ham ko'rsataman. Mana kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Profilda Telegram gruppa bor. Kirib bemalol savol-javob qilib yozib, savol-javob qilsalaringiz bo'ladi. O'zi yana mana bu kelgan. Buni mana bu akkumulyatorlari o'lgan. Buni talchok berib, tiriltirib beramiz. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor, bemalol murojaat qilasizlar.